Assalomu alaykum, hurmatli ona tili va adabiyot, o'zbek tili o'qituvchilari, hurmatli o'qirmanlar, tinglarmanlar, supermanlar, hammamanlar. Barchangizni sandiq loyihasida xush ko'rdik. Ona tili kursi, bo'lim leksikologiya biz boshlayapmiz. Siz ham tayyor bo'lsangiz, sandiqni ochishga shaymiz. Xo'p, oldindan ogohlantiramiz. Bizni sandig'imizdan hech qanday ajdar, hech qanday tohirjonlar chiqmaydi. Bizni sandiqdan faqat va faqat ilm xazinalari o'rin olgan. Birga baham ko'ramiz. Boshladik. Bugungi mavzu ma'no ko'chishi turlari. Siz bilan bir necha daqiqa davomida Kamina Mansur Siddiq bo'ladi va shu mavzuni tushuntirishga harakat qiladi. Dastlab mavzumizda reklamasi bor. Bizda ham reklama bor. Bu mavzu eng o'ylantiradigan, bo'yinni davomini ishlatishga majbur qiladigan mavzulardan biri. Shu jihat juda ham ahamiyatli. Demak, bugun biz fikrlashamiz mantiqan, o'ylashamiz, mulohazalashamiz. Bu mavzu bizni shunga majbur qiladi. Xo'p, har bir mavzuni mohiyatiga yetib olgan yaxshi, shunda bunga doir testlarni oson hal qila olamiz. Ma'no ko'chish turlari mavzusini mohiyati nima? Nima ish qilamiz bunda? Xo'sh, bunda bir so'z qaysidir gapda boshqa noodatiy ko'chma ma'noda keladi. O'sha so'zning bosh va ko'chma ma'no o'rtasida qanday munosabat borligini aniqlaymiz. Tushunarsizroq bo'ldi. Keling, shuni boshidan boshlaymiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda so'zlarning ikki xil bosh va ko'cha ma'nosi bo'lgan ekan. Bosh ma'no degani, siz shu so'zni eshitgan zahotingiz miyangizga birinchi tepadigan ma'nosi. Qamchibek zinadan yiqildi. Qamchibek deganda Qamchibekni, zina deganda zinani, yiqildi deganda rostdan yiqildi. Masalan, burni bilan tushdini tushunamiz. Ko'cha ma'noda esa biroz boshqacharoq. Qamchibek imtihondan yiqildi. Imtihondan burni bilan yiqildimi? Yo'q, unday deb bo'lmaydi, chunki imtihon jismoniy jarohatlarsiz kechadi. Qalbiy jarohatlar bilan bo'ladi, deylik. Xo'sh, nima uchun ko'cha ma'no? Chunki zinadan yiqilgandek yiqilmaydi bu yerda. Mavzungiz mohiyati shundan iboratki, zinadan yiqildidagi so'z nima uchun imtihonda muvaffaqiyatsizlikka uchrashga nisbatan nombuk o'tyapti. Sal murakkab bo'lib ketdi. Keling, sodda qilamiz. Zinadan yiqilish bilan imtihondan yiqilish o'rtasida nima bor? O'xshab ketadimi yo bir-biriga bog'liqmi bular? Qarindoshmi, aka-ukami? Nima? Ana shu savolga javob berish mavzumizning mohiyati hisoblanadi. Xo'sh, bu mavzudan tez tushsa, ma'no ko'chish turini qanday aniqlaymiz? Bitta qadamda aniqlash mumkin. Birinchi qadam. Ma'nosi ko'chgan so'zni topa olamiz. Boyagi imtihondan yiqildini topa olishimiz kerak. Tagiga chizib qo'yamizda, topdik degan ma'noda. Ikkinchisi, shu so'zning bosh va sizga berilgan gapdagi, ya'ni ko'chma ma'nosi o'rtasida qanday munosabat borligini aniqlaymiz. Bu yerda qanday munosabat degan joyi biroz tushunarsiz ketdi. Munosabat deganda o'xshashlik, bog'liqlik, butun qism va teskari ma'no nazarda tutiladi. Munosabat mana shu to'rttadan bittasi. Har doim shulardan bittasi bo'ladi. Shu xolosmi? Shu xolos. Juda testbop mavzu, o'zi ABCD bo'lib turibdi. Va nihoyat so'nggi qadam, shu munosabatni aniqlaganimizdan keyin unga qarab ma'no ko'chishini turini topa olamiz. Ma'no ko'chish turlari deganda metafora, metonimiya, sinekdika va kinoyani nazarda tutyapmiz. Xo'p, shu munosabatga qarab deganda mana bu boyagi to'rtta munosabat. O'xshashlik metaforani, bog'liqlik metonimiyani, butun qism sinekdikani, teskari ma'no kinoyani hosil qiladi. Xo'p, bir narsani tushunib olaylik. Bizni bu mavzuyimiz 95%, balki undan ham ko'proqdir, tushunishga, mulohazaga asoslangan, lekin ozgina yodlaydigan joyi ham bor. U ham bo'lsa mana shu joyi. Ya'ni siz o'xshashlikni topib, o'xshashlik metaforami yo metonimiyani deb tursangiz, hammasi bir pulda. Siz o'xshashlik metafora ekanini, metonimiya esa bog'liqlik ekanini bilishingiz kerak bo'ladi. Shu joyini yodlab oling, hammasi qolgani tushunishga bog'liq ekan. Hop, so'z isboti bilan to'ylarda tilak bildirasiz-ku. 2 yoshga baxt tilayman deganingizdan keyin endi so'z isbot bilan deb sizni raqsga taklif qilishadi. Biz ham keltirgan nazariy ma'lumotlarimizga isbot, dalil keltiramiz. Mana birinchi misol. Kerak bo'lsam, qo'limga qo'ng'iroq qilarsan.
Ushbu gapda qaysi so'z o'z ma'nosida emas? Kerak bo'lsam qo'limga qo'ng'iroq qilarsan. Albatta, qo'limga. Chunki qo'l qo'ng'iroq qilinadigan narsa emas. U ikkinchi bosqich nima ma'noda kelyapti? Ya'ni bu yerda qo'l so'zi o'rnida qaysi so'z bo'lishi kerak edi aslida? Telefon. Kerak bo'lsam qo'limga, ya'ni telefonimga qo'ng'iroq qilarsan. Va oxirgi bosqich qo'l va telefon o'rtasida bu aslida ikkinchi bosqich tarkibiy qismi. Qo'l va telefon o'rtasida nima bor? Variantlar. Bu variantlarni aslida Kim millioner bo'lishni o'ynaydini boshlovchilari, masalan, Rasul Abdullayev o'qishi mumkin edi. Biz o'zimiz uslubida o'qiymiz. Variantlar. A. O'xshashlik. B. Bog'liqlik. C. Butun qism. D. Teskari ma'no. Qo'l bilan telefon o'xshaydimi? O'xshab ketadi ozgina yassi, qalinlik nuqtai nazaridan hozirgi mobil telefonlarga o'xshaydi, lekin 5 ta barmog'imiz bor bizni telefonlardan konkret farqlab turadigan, demak o'xshashlik yo'q bu yerda. Bog'liqlik bormi? Bo'lishi mumkin, chunki telefon qo'limizda turadigan telefon, cho'ntagimizda turadi-ku. Yo'q, odatda qo'lda olib gaplashadigan telefon, qo'lda olib yuradigan, gaplashayotganimizda qo'limizda turadigan telefon nazarda tutiladi. Chunki bizda kerak bo'lsam uyimga qo'ng'iroq qilarsan deb uy telefonini uy so'zi bilan ham berish borda, demak, bog'liqlik bor. Butun qismmi? Yo'q. Qo'l bilan telefon bir-birini qismi emas. To'g'ri, ba'zi bir odamlarni telefoni xuddi a'zosiday bo'lib ketgan, lekin aslida unaqa emas. Teskari ma'nomisi yo'q, teskari ma'no emas. Teskari ma'noga qisqacha hozir boshda teskari ma'no deganda shu yaxshi deganda yomonni, shu do'st so'zi kelsa uni dushman deb tushunsak, shunaqa holatlar teskari ma'no. Batafsil keyinroq. Demak, shu yerda hal qilib qo'yamiz. Qo'l va telefon o'rtasida bog'liqlik bor ekan. Bog'liqlik ma'no ko'chish turi metonimiya. Mana shu metonimiya degan joygacha olib borish bugungi biz ko'zlagan to'qqa. Ikkinchi misol. Boshingdagi sharshara bizni ayladi maftun. Tushunib turibsiz, bu badiyroq, shoirona she'rdan olingan. Boshdagi sharshara bu nima? Albatta soch. Xo'p, sochni bilan sharshara o'rtasida nima bor? Variantlar. O'xshashlik, bog'liqlik, butun qism, teskari ma'no. O'xshashlik bormi? Bo'lishi mumkin. Soch sharsharaga o'xshab tepadan pastga uzun bo'lib tushgan bo'lishi mumkin. Bog'liqlik bormi desa, yo'q. Sharshara nima, sochdan hosil bo'ladimi? Yoki soch desa sharsharani eslatadimi? Yoki sharshara va soch real makonda, real zamonda doim yonma-yon turadigan narsalarmi? Masalan, choynak va piyolaga o'xshab? Yo'q, demak, bog'liqlik yo'q. Butun qism haqida gap bo'lishi mumkin emas. Sharshara sochning yoki soch sharsharaning bir qismi emas, albatta. Shunaqa bo'lmasin ham. Teskari ma'nomi? Yo'q, teskari ma'no hozircha yo'q. Demak, bu yerda soch sharsharaga o'xshatilyapti. Demak, orqa rakursdan qaralganda, demak, boshning orqa tomonidagi uzun soch nazarda tutilyapti. Albatta, qizlarniki yoki asosan qizlarniki. Qanday zamonlarda yashayapmiz? To'g'ri javob o'xshashlik, demak, ma'no ko'chishi metafora. Uchinchi misol. Xonanda "Qani balkon, eshitilmayapti" deb sahnaga chiqib keldi. Siz gap qaysi xonanda haqida ketayotganini sezdingiz, lekin gap bu haqida emas. Xonanda nima, balkon bilan so'rashyaptimi? Yo'q, bu yerda balkon o'rindiqlar, yuqoridagi o'rindiqlar, ikkinchi qavatdagi o'rindiqlar ma'nosida kelmayapti. Balkon so'zida ma'no ko'chishi bor. Xo'sh, u qanday ma'noda kelyapti? Bu yerda balkon so'zi o'rnida qaysi so'zlar ishlatilishi kerak edi? Odamlar. Qani balkon eshitilmayaptidan maqsad odamlarga murojaat qilish, eshitilmayapti deganda odamlardan maqtov, olqish kutyapti. Avval aytgandek, xizmatidan oldin pulini olishga o'xshaydi. Qani balkon deb hali qo'shiq aytmasdan odamlardan olqish olish. Bir o'tladikda. Xo'p, balkon so'zi nega odamlarni bildiryapti? Ular o'rtasida nima bor? O'xshashlik, bog'liqlik, butun qism,
teskari ma'no. Balkon bilan odam o'xshamaydi. Endi bu o'xshatish ayb, gunoh. Endi odamni balkonga o'xshatib yuborsangiz. Bog'liqlik bormi? Bor. O'sha odamlar o'sha balkonda o'tirishibdi rostdan ham. O'sha aynan balkondagi odamlar, parterdagi odamlar yo sahnadagi odamlarga murojaat qilmayapti. Balkonda o'tirgan odamlarni anglatyapti. Shuning uchun bog'liqlik bor deyapmiz. Butun qismchi? O'sha balkondagi odamlar shu balkonning bir qismi emasmi desa, yo'q, odam nafaqat balkonning, balki hech narsaning qismi emas. Odam alohida individ. Qo'l, oyoq odamning qismi desa tushunarli. Olma desa, olma daraxtining qismi desa tushunarli, olma mevasi. Lekin odam balkoni emas. Teskari ma'no yo'q bu yerda. Demak, bog'liqlikka asoslanibdi. Ma'no ko'chishi esa metonimiya. Xo'p, jarayonni biroz tezlatamiz, misollarni ko'paytiramiz. Mana 4 ta misol. Birinchisi. Qozonning bir qulog'i sinib tushibdi. Qozonning qulog'i degan so'zdagi quloq aslida odamning qulog'ini anglatgan, odam yoki hayvonlarning qozonning qulog'i. Nima bor o'rtasida? Nima uchun qozonning o'sha qismi burun deyilmagan, quloq deyilgan? Sababi ular o'rtasida o'xshashlik bor. Odamning boshi ham, qozon ham yumaloq bo'ladi va uni chetida yoysimon narsa. Burun esa yoysimon emas, qirraroq. Shuning uchun choynakdagi qism quloq deyilmaydi, burun deyiladi. U qirraliroq. O'xshashlik metaforani hosil qiladi. Ikkinchi misolga yuzlanamiz. Uyga oyog'ini yechmay kirib ketdi. Ichida ablaham deb qo'yapti. Oyog'ini yechmay deganda bu protez oyoq nazarda tutmayapti. Albatta, poyabzalni nazarda tutyapti. Oyog'ini yechmay kirib ketdi. Boshini yechmay ham kirib ketadi ba'zi odamlar. Boshi deganda, demak, bosh kiyim nazarda tutiladi. Xuddi shunaqa. Oyoq bilan poyabzal. Nima uchun poyabzal odam a'zosi bilan nomlanyapti? Chunki o'sha a'zoga mo'ljallangan, o'sha a'zoga aloqador edi. Bu yerda aloqadorlik bor va ma'no ko'chish turi metonimiya. Uchinchi misol. O'g'lingiz ishonchli qo'llarda. O'g'irlab ketishgan shekilli. Mayli, yaxshi niyat qilamiz. O'g'lingiz ishonchli qo'llardadan murod ishonchli odamlarda turibdi. Qo'l va odam qism va butun. Bu munosabat qaysi ma'no ko'chishini hosil qilardi? Sinek dehani. Va oxirgi misol. Meni ko'chaga haydab katta yaxshilik qilgan edingiz. Menimcha bu gapning ohangini keltira olmadim, boshqatdan o'qib beraman. Meni ko'chaga haydab katta yaxshilik qilgandingiz. Demak, og'zaki nutqda ching, sarkazm ifodalanadi, bilinadi, seziladi, lekin yozuvda buni iloji yo'q. Shuning uchun biz majbur qo'shtirnoqdan foydalanamiz. Demak, yaxshilik so'zi bu yerda qo'shtirnoqda kelyapti. Demak, u yaxshilik ma'nosida emas, aksincha ma'nosida, yomonlik ma'nosida kelyapti. Mana shu kinoya. Teskari ma'no bormi? Bor. Ma'no ko'chishi kinoya. Mana shunaqa gaplar. Bu darsimizning birinchi qismi. Shu bilan hamma narsa hal bo'ldimi? Yo'q. Hozir nima demoqchiligimni tushunib olasiz. Xo'sh, ekranga yuzlanamiz. Birinchi gapga e'tibor bering. Bittasi soxta chek yasab, ustozlarni kiydirmoqchi bo'ldi. Kimgadir tegib ketgan bo'lsa, ajab bo'pti deymiz. Bittasi soxta chek yasab, ustozlarni kiydirmoqchi bo'ldi. Ustozlarni kiydirmoqchidan maqsad bu yerda aldamoqchi. Xo'p, kiydirish nima edi o'zi? Mana to'y egasiga yoki biror bir aziz mehmonga to'n kiydirasiz, mana kiydirish, kiyim kiygizish. Bu yerda ustozlarni kiydirish aldash ma'nosiga kelyapti. Kiygizish esa kiyim kiygizish edi. Kiyim kiygizish bilan aldash o'rtasida nima bor? Kiyim kiygizish bu aldash maqsadida qilinadimi? Bu aldashga qanday borib qoldi? Ko'ryapsizmi? Bu mulohaza talab. Siz kiydirishni aldashga qanday olib borishingiz juda qiyin. Olib borsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin bu juda qiyin. Sizni biz ana shunaqa mulohaza talab joylar ham bor, shundan ogohlantiryapmiz. Ikkinchi misol, navbatim ana mo'ylovdan keyin. Mo'ylov so'zi mo'ylab yoziladi. Mo'ylab, ya'ni labning uki degan ma'noni bildiradi. Mo'ylabdan qo'shtirnoq turibdi. Qo'shtirnoq bo'lsa, boya ko'rdik-ku, yaxshilik so'zi qo'shtirnoqda kelgan edi, yomonlik ma'nosida kinoya bo'lgan edi. Qo'shtirnoqni ko'rib, demak, kinoya deb ketavermaymiz. Xuddi ko'chadagi cholni ko'rib bobo deb ketavermaganimizdek. Bu yerda avvalo qo'shtirnoqdan ogohlantiramiz. Qolaversa, mo'ylov bu odamning ismi a'zosi sanaladimi? Ya'ni sinik dehani hosil qiladimi yoki metonimiyaga kiradimi? Demak, bu savol ham bor. Va nihoyat uchinchisi, dahshati shu. Qamchibek hep qizil alkash bo'ldi, qoldi.
qip-qizil so'zi ko'cha ma'noda kelyapti. Chunki Qamchibek u qora tanli ham bo'lishi mumkin. Alkash bo'lib qolsa, qip-qizil alkash deyilaveradi u irqidan, tana rangidan qat'iy nazar. Xo'sh, savol tug'iladi. Qip-qizil o'zi nimani rangi? Olmani, pomadani, qonni rangi. Xo'sh, alkash qip-qizil, alkash qip-qizil pomada, qip-qizil alkash. Nima aloqasi bor? Nima o'xshashligi bor? Nima munosabat bor ekan? Nega yam-yashil sap-sariq emas? Ko'rdingizmi, shunaqa chuqur o'ylab ketib qoladigan joylari bor. Lekin mana shularga oson yechim bor. Biz darsimizni ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Ikkinchi qismda har bir ma'no ko'chish turiga maxsus to'xtalamiz. Demak, ularning ichida ham alohida bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. Demak, ikkinchi qismga marhamat. Keling, eng osoni kinoya. Qutulib olaylik shu mavzudan. Kinoya nimaga asoslanardi? Teskari ma'no. Xo'p, teskari ma'no deyish yetarli emas. Kinoyaga ikkita talab bor o'zi. Ikkita talab bajarilsa kinoya bo'laveradi. Birinchisi, so'z qo'shtirnoqda bo'ladi. Lekin boya qo'shtirnoqda bo'lsa ham kinoya bo'lmagan holat ko'rdik o'ylabda. Va ikkinchi muhim talab teskari ma'noda ham bo'lishi shart. Keling, bitta kontekstni ko'ramiz. Qamchibek palov pishiribdi. Oshxonaga ilk kirish ekan shekilli, palov ham zo'r chiqibdi. Mehmonlar endi mazza qilib yeyishibdi. Qamchibekni mahoratiga tahsinlar aytishibdi. Mana shunaqa. Qamchibek birinchi marta palov pishirganda albatta o'xshavermaydi. O'xshasa palov emasda u birinchisida. Xo'sh, palov shunaqa mas'uliyat, mahorat talab qiladigan taom. Xo'p, biz maqsadga o'tamiz. Bu yerda birinchi pishiryaptimi, demak yaxshi chiqmagan. Palov zo'r chiqdi degan zo'r bejiz qo'shtirnoqda emas. Bu bunday tushunilishi kerak. Palov zo'r chiqdi, palov dabdala chiqibdi. Mehmonlar o'lganini kunidan yeyibdi. Qamchibekning mahoratiga tahsinlar aytishibdi-da, mahorati bu mahoratsizligi, tahsin esa bu badduo, la'nat, hammasida qarg'ish aytishgan. Bu yerda mahoratning antonimi nima degan savol tug'ilishi mumkin. Kinoya bu antonimlikni talab qilavermaydi. Teskari ma'no deganimiz doim antonim bo'lish shart emas. Zotan hamma so'zga antonim yo'q. Mahorat degan so'z qo'shtirnoqda kelib, shu mahorat yo'qligiga ishora qilyaptimi, bo'ldi o'sha kinoya. Mana shu menimcha kinoyaga ortiqcha to'xtalish vaqtni isrof qilish hisoblanadi. Endi biz ma'no ko'chishning dodaxo'jalariga yuzlanamiz. Birinchisi metafora. Nimaga asoslanadi? O'xshashlikka. Lekin shu o'zi yetarli emas-da. Mana qarang, metaforaga bitta misol keltiraman. Toming joyidami deymiz. Toming joyidadan murod miyang joyidami? Miya bilan tom, miya so'zi tom, miya ma'nosi tom so'zi bilan beryapti. Miya bilan tom o'rtasida nima bor? O'xshaydimi? Yo'q. Miya masalan bodom mag'ziga o'xshaydi. Aslida bodom mag'zi miyaga o'xshaydi. Tom esa uchburchak, to'rtburchak shakllarda bo'ladi. Lekin tushuning, ular metafora. Nimaga metafora? Qayerga o'xshaydi? Gap shundaki, o'xshashlik haqidagi tasavvurimizni kengaytirishimiz kerak. O'xshashlik tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Batafsil. Tashqi o'xshashlik ikki xil bo'ladi. Ko'rinishdagi o'xshashlik va joylashuv o'rnidagi o'xshashlik. Siz bilan biz o'xshashlik deganda, mana ko'rinishdagi o'xshashlikni tushunasiz. Eng soddasi, birinchi sinf bolasiga tushuntiriladigan mavzu. Choynakning burni, ko'z uzra kamoning, kamon deganda qosh nazarda qilyapti. Qosh va kamon o'sha yoysimon shakl o'xshaydi. Yuzingdagi naqshlar menimcha shoir qariganda kampiriga aytib o'ryapti shekilli, yuzingdagi naqshlar deb, yuzidagi ajinlarni aytib o'ryapti shekilli. Shunday tushuntiraylik, naqshga o'xshatilyapti. Bularni tushunish oson, mana shu o'xshashlik. Endi joylashuv o'rni o'xshashligi bu umuman boshqa mavzu. Hozirgina ko'rganimiz toming joyidami deb miyani, tog' etagi deganda ko'ylakni etagiga o'xshatib oxirini, ko'cha boshi deganda odamning boshiga o'xshab boshlanishini nazarda tutish joylashuv o'rni. Mana bitta ko'cha boshi orqali tushuntiray. Odamning boshi bosh ma'noda, ko'chaning boshi ko'cha ma'noda. Odamning boshi yumaloq, ko'chaning boshi-chi? Yo'q, yumaloq emas. Demak, ular ko'rinish jihatdan o'xshamaydi.
Ular faqat joylashuv o'rni, ya'ni odamning boshi ham, boshdan oyoq deymiz-ku, eng boshlanishi hisoblanadi, ko'chaning boshi ham boshlanishi hisoblanadi. Ana shu joylashuv o'rni o'xshashlik. Endi metaforada ichki o'xshashlik ham bor. Ichki o'xshashlik ikki xil bo'ladi. Bu yerda sizni qarshingizda faqat bittasi keltirilgan. Ichki o'xshashlik seni opang ilon deyapti. Ilonga o'xshatyapmizmi? Ha, o'xshatyapmiz. Ilon deyapmiz. Nimasi? Hoynahoy tillari shirin bo'lsa kerakda, kinoya ketdi, zahar bo'lgani uchun. Sen kabi tulkilar deganda ham shu ayyorlari nazarda tutilyapti. Mana tulkiga o'xshatilyaptimi? O'xshatilyapti. Nimasi o'xshaydi? Ko'rinishimi? Yo'q. Joylashuv o'rnimi? Yo'q. Albatta ichki xususiyat o'xshashligi haqida gap boryapti. Ha, yana ichki xususiyatda vazifa o'xshashligi ham bor. Ha, ayrim o'qituvchilar to'g'ri eslashdi. Bir paytlar bobom davrida vazifadoshlik degan ma'no ko'chish turi bo'lardi. U 5-si edi. O'sha qani? Chuqur taassuf bilan aytamanki, vazifadoshlik endi oramizda yo'q. Qulog'ini ushlab ketdi. Vazifadoshlik metaforaning tarkibida o'rganiladi. Zotan asli shunaqa edi. Vazifadoshlik bu vazifadagi o'xshashlik, ya'ni u ham ichki o'xshashlikni turi edi. Xo'p, metafora haqida yana bitta mulohaza bu yerda. Metafora o'xshatish emas. Qarang. Keling, yaxshiroq tushunish uchun qo'pol misol keltiray. Sen molsan desa, bu metafora. Chunki siz odamni molga aylantirib qo'yapsiz, sen molsan deyapsiz. Endi sen molga o'xshaysan, sen moldeksan, sen misoli molsan, go'yo molsan desa, bu metafora emas. O'xshatmayapti, o'xshatyapti, faqat bu yerda ma'no ko'chmayapti. Shuni tushuning, ma'no ko'chmayapti. Ya'ni sen molga o'xshaysan, sen tuyaga o'xshaysan deganda qaysidir jihatingiz o'shanga o'xshashligi aytilyapti. Ya'ni mol deganda rostdan korova nazarda tutilyapti, o'shanga o'xshaysan deyapti. Yoki guldek deganda o'sha gul nazarda tutilyapti, o'sha gul kabi deyilyapti. Bu ham o'xshatish, lekin metafora emas, ya'ni aynan uni shu nom bilan atash emas. Metaforada laqab qo'yamiz-ku, shunga o'xshagan bo'lishi kerak. Adabiyotda ham bu zo'r farqlanadi. O'sha metafora emas deyotgan holatlarimiz, ana guldeklar tashbih deyilardi. Sen gulsan yoki ey gul desa istiora deyilardi. Adabiyotdan farqlay oladiganlar o'sha istiora guruhiga kiruvchilar shu metafora hisoblanadi. Agar, demak, xulosa yasaymiz, agar o'xshatilsa-yu, lekin o'xshatishga ishora qiluvchi vositalar bo'lsa, ya'ni o'xshamoq, o'xshash, go'yo, xuddi, naq, siymo, nusxa, oso, kabi, singari, yangliq, balo-battarlar bo'lsa metafora emas. Chunki u yerda ma'no ko'chmayapti, shuning uchun metafora emas. Metafora bo'lishi avval ma'no ko'chsin edi. Ha, metafora haqida ko'p narsa gapirdik, lekin juda ham muhim ma'lumot bizni kutib turibdi. Metaforaga doir formula bor. Ha, formula, siz shunday foydalanadigan formula, albatta matematik formuladan biroz farq qiladi. Birinchi formula. Agar gapda ma'nosi ko'chgan so'z, ya'ni siz qizilga olgan, tagiga chizib qo'ygan so'z qanday va qay darajada degan so'roqlardan biriga javob bo'lsa, avtomatik metafora. Nima degani avtomatik degani? Siz o'ylab o'tirmang, sizgacha o'ylab bo'lingan degani. Formula o'zi shunaqa narsa-yu. Sizni ishingizni yengillatadi. Sizgacha o'ylab bo'lingan narsa. Shuni shunchaki ishlating bo'ldi. Bo'ldimi? Yo'q, ikkinchisi ham bor. Nima qil so'rog'iga javob bo'lsa ham avtomatik metafora. Demak, kim nimalar bo'lib qolsa o'ylaysiz, lekin qanday, qay darajada nima qil bo'lib qolsa o'ylab o'tirmaysiz. Bu yerda bir aytiladigan gap bor ekan, nima qil harakatnomi kelib qolsa, nima qilish, mana yig'ilish, o'tirish bo'ldi biznikida desa, uni u yerdagi o'tirish nima qilish emas, nima degan so'roqqa javob bo'lgani uchun u istisno. U bunga kirmaydi. Istisno demasa ham bo'lar ekan. O'sha nima qilyapti, nima qilmoqchi, shunaqalar metafora ekan. Misol ko'raylik, mustahkamlaylik. Buncha qilig'ing sovuq, sovuq, suv sovuq bo'ladi, qiliq sovuq bo'ladi. O'rtasida nima bor deb o'tirmang, siz cho'kib ketib qolasiz, chuqur ketsangiz. Shuning uchun sovuqqa so'roq bering. Buncha qilig'ing sovuq, qanaqa, qanday bo'ldi, metafora. Sen qip-qizil ahmoqsan. Ahmoq, qip-qizil ekan. Nimaga qip-qizil deyilyapti? Nega sap-sariq emas deb qancha chuqur ketsangiz, shuncha
yomon cho'kasiz. Shuning uchun so'roq bering, sen qip-qizil ahmoqsan, qay darajada ahmoqsan? G'irt demoqchi. Bo'ldi, qay darajadami metafora bu. Yuragim o'ynab qoldi. Nima qildi? Nima qildi? Metafora. Kechasi uyqum qochdi. Uyqum nima qildi? Qochdi. Metafora. Bu formula esingizda tursin. Shuning uchun so'roq berish yodingizda tursin. Dilda deydi-yu, shunaqa bo'lishi kerak. Biz keyingisiga o'tamiz. Bizni metonimiya qarshi olyapti. Metonimiyaga nimaga asoslanardi? Bog'liqlikka, aloqadorlikka. Xo'sh, bundan nima bilishimiz kerak? Ishimizni yengillatadigan bitta ma'lumot bor. Metonimiya asosan chala, qisqartirib, so'zlarni tashlab gapirish natijasi hisoblanadi. Ana shu chala gapirganimizda metonimiya ko'payib ketadi-da. Misol, doskaga chiq deymiz. Asli to'liq ayting-da, doska oldiga chiq, chunki u doskani tepasiga chiqmaydi zotan. Doskaga chiqdan murod doska oldi. Agar doskaning oldiga chiq deganda edi, ma'no ko'chmagan bo'lardi. Bizga ham ish qolmagan bo'lardi. Lekin unaqa bo'lmadi, chala gapirdi. Doskaga chiq, bu chala gapirish metonimiya. Bir kosaga to'ydi. Yaxshi bo'lib to'ygan bo'lsa, bir kosagadan murod bir kosa ovqatga, chala gapirish. Bir kosaga emas, bir kosa sho'rvaga, bir kosa oshga deganida yaxshi bo'lardi. Yo'q, demadi. Mana metonimiyani hosil qilib gapirdi bu yerda. Chala gapirish bu yerda. Ha, diqqat qiling, juda ham bir dolzarb, aktual gap. Benomga tushgandim. Yoshlar merimi qilishayotganini ko'rib, mayli, gapi davomi muhim emas, bizga qiziq emas. Bu yerda ma'nosi ko'chgan so'z bor. Benomga tushgandim. Benom sizga quduq emas tushadigan. Siz benomning konsertiga tushgansiz. Benom bilan konsert o'rtasida bog'liqligini o'ylab ham topsa bo'ladi, lekin chala gapirishligidan ham bilsa bo'ladi. Benomga tushmaysiz, benomning konsertiga tushgansiz. Konsertni tashlab o'tyapsiz. Unaqa gaplar ko'p. Uyimga 84 da ketdim deb, 84 avtobusni nazarda tutishingiz mumkin va hokazolar. 3 ga kirdi deganda 3 yoshgani nazarda tutishingiz mumkin. Serialdan bo'lsin deganda serialni o'quvchidan bo'lsin va hokazolar metonimiya bo'ladi. Metonimiya juda ham katta. Ha, bu yerda qo'shimcha qilib o'taman. O'zbek tilida bog'liqlikni juda ko'p turlari bor. Bu haqda Sinekdixada. Sinekdixa butun qism yoki qism, butun. Butunni aytib, qismni tushunish yoki aksincha. Misollar. Bu amalga tanish qo'llar yordami bilan erishgan. Tanish qo'llar deganda, tanish odamlar nazarda tutilyapti. Odam va qo'l, demak, Sinekdixani hosil qilyapti. Ha, odam va qo'l bog'liq emasmi? Metonimiya bo'la olmaydimi? Metonimiya bo'la olmaydimi? Bog'liq. Qo'l odamga qanday bog'liq bo'lmasligi mumkin? Meni qo'lim menga bog'liq albatta. Ha, nega unda metonimiya emas? Sababi shundaki, o'zbek tilida 40 ta atrofida bog'liqlik turlari bor. Va shulardan bitta, shu butun qism butunni o'zini alohida nomi bor. O'zi alohida kategoriya hosil qiladi. Bu Sinekdixa. Shuning uchun butun qism bog'liqliklarini Sinekdixa deymiz, qolganini metonimiya deymiz. Ha, 40 ni qayerdan olganim haqida shaxsan Kamina aynan metonimiya mavzusida ilmiy tadqiqot ishi yozgan va u yerda o'zbek tilidagi mavjud bog'liqliklarni turlarini sanab chiqqan. Shuning uchun 40 atrofida deb o'sha tadqiqot kapsulani aytyapmiz. Aslida undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Davom etamiz. Sinekdixani tugatib qo'yamiz. 10 yil Solixboyning eshigida xizmat qildim. Eshikda yuradigan paxtakani haqida gap bormayapti. Demak, Solixboyning eshigidan murod Solixboyning uyida, uy va eshik qism butun albatta. Eshik, deraza, tom uyning qismlari. Bergan tuzingizga rozi bo'ling. Bergan kartoshkamgacha degan savol tug'ilmaydi, chunki biz o'zbeklar tuzingiz deganda aynan ovqatni nazarda tutamiz. Bergan tuzingizga rozi bo'lingni siz ingliz tiliga, rus tiliga ovqat deb tarjima qilasiz. Bu shu ma'noda kelayotganini bildiradi. Tuz va ovqat qism butun. Nahotki, masalan, olma mevasi, olma daraxtining qismi, tabiiy qismi ulangan holatda ko'ramiz. Qo'l odamning tabiiy qismi ulangan holatda ko'ramiz. Qanday qilib tuz solish mumkin, solmasligi mumkin, keyin sun'iy solasiz. Ovqatni qanday qism bo'lishi mumkin? Ha, juda ham ajoyib savol, lekin undan ham ajoyib javob eshiting. Tuz ovqatning rostdan ham qismi.
Chunki ovqat o'zi unaqa tabiiy narsa emas, o'zi sun'iy yaratiladi. Bir necha tarkibiy qismlarning jamlanmasi hisoblanadi. Shunga ko'ra tuz uning bir qismi. Tuz solinmagan bo'lsa-chi? Yo'q, qo'llashmaymiz, to'kib ketamiz. Odatda solinadi. Singlimning mahriga 3 tuyoq berasan. Hali des qilasanmi? Yo'q, bu yerda tuyoq deganda tuyoq emas, balki chorva. Masalan, qo'y nazarda tutilyapti. Tuyoq va qo'y qism butun. So'nggi so'zi meni kechiringlar bo'ldi. So'nggi so'zi meni kechiringlar bo'ldi. Bu yerda ma'no ko'chish yo'qdek tuyuladi, lekin e'tibor bering, so'zida ma'no ko'chgan. Meni kechiringlar bu so'z emas, bu gap. Demak, bu yerda so'z deganda gap nazarda tutilyapti. So'nggi gapi meni kechiring. So'z va gap qanday munosabatda? Albatta, so'z gapning qismi, qism butun, sinigdiha. Mana shunaqa gaplar. Endi shuncha oldiga gazagiga tez ko'rib qo'ymasak bo'lmas. Qaysi javobdagi ajratib ko'rsatilgan so'zda metafora usuli orqali ma'no ko'chishi yuz bergan? Ajratilmabdi-ku. Hozir bu kamchilikni to'g'rilaymiz, ajratib chiqamiz. A'da ma'nosi ko'chgan so'zni topamiz. Albatta, yurtimizdagi o'zgarishlarni ko'rgan ko'zlar xursand bo'ladi. Ko'zlar emas, odamlar. Ko'zlar so'zda ma'no ko'chgan. B. Harshanba muqimiyda advokatlik osonmi dramasi qo'yilar ekan. Muqimiydadan murod muqimiy teatrida. S. Yanvarning 15larida butun qishloq muz eritishga otlandi. Butun qishloq emas, qishloqdagi odamlar. U boya ko'rganimiz balkon deganda balkondagi odamlar nazarda tutdik-ku, xuddi shunaqa qishloqdagi odamlar. D. Bo'ying o'sishi barobarida aqling ham o'syapti. Bo'y o'sadi, lekin aql o'smaydi. Aqling necha metr, 2 metr, necha santimetr deyilmaydi. Aql o'sishi ko'cha ma'no. Mana endi soz bo'ldi. Qaysi javobda ajratib ko'rgan so'zda metafora bor? Ko'ramiz. A. Ko'z deganda odam nazarda tutilyapti. Demak, ko'z va odam qism butun, bu sinigdiha. A chiqib ketadi. B. Harshanba muqimiyda drama qo'yilar ekan. Muqimiyda emas, muqimiy teatrida. Demak, bu yerda chala gapirish bor. Aytanimi? S. Yanvarning 15larida butun qishloq muz eritishga otlandi. Bu yerda ham chala gapirish bor. Butun qishloq emas, qishloq odamlari muz eritishga otlanadi. Qishloqlar bilasiz, jonsiz narsa. Joy, o'rin-joy. Va qolaversa qishloq va undagi odamlar o'rtasida bog'liqlikni fikrlab topsa ham bo'ladi. Chala gapirishga bog'lanib qolmaylik. Va nihoyat, demak, o'z-o'zidan to'g'ri javob D ekan. Bo'ying o'sish barobarida aqling ham o'syapti. Aqlning o'sishi bo'yinning o'sishiga o'xshatilyaptimi? O'xshatish shart emas. O'syaptiga so'roq bering, bo'ldi. O'syapti. Nima qilyapti? Formula. Nima qil so'roqqa javob bo'lsa, avtomatik, hech qanday o'y fikrlarsiz, mulohazalarsiz metafora edi. Buguncha shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Kamina Mansur Siddiq bo'ldi. Yana sandiqni birga ochib, ilm xazinalari ora sayohat qilgungacha xayrlashamiz. Salomat bo'lamiz.